Hammaga salom, qadrli do'stlar, qadrli Zo'r Mebel obunachilari. Navbatdagi xonadonimizga kelib oldik, xudo xolasa. Syomka jarayoniga keldik. Aniqrog'i, ya'ni bolamiz uyiga keldik. Qashqadaryo Qarshi shaharda turibmiz. Bu mebelimizni 2024-yil yasodingmi? 2024 oxiri bilan 25 2025 2025 yasab berdik-a. 1 yil bo'libdi. 1 yil bo'libdi yasab berganimizga. Mana akkuratniy holatiga chiroyli qilib ishlatishyapti. Ikki og'iz xolamdan syomkaga kela olmadim o'sha paytda. Ishlar ko'payib ketib, mana hozir zakaz, yana bitta mebel zakaz qilyapti. Kelib bir to'la syomkasini qilib ketish niyatida keldik, xudo xolasa. Ikki og'iz xolamdan hozir ma'lumotni eshitamiz. Zakaz olish jarayonlari qanday bo'ldi, mebel qanday chiqdi, yoqqanmi, o'sha hamma narsani to'liq eshitib olasizlar. Keyin har doimgidek sizlar uchun shu ko'rib turgan mebellar chiroq qilib syomkasini qilib beraman. Xolamni ko'rsatasiz. Assalomu alaykum. Mana biz mana shu qizimni domiga zakaz bergandik, Jaloliddinga Samarqanddan YouTube'dan topib nomerlarini olgandimda zakaz bergandim. Hamma narsani o'z vaqtida chiroyli qilib bajarib berdilar. Barakat topsinlar. Ilohim huzurni ko'rsinlar. Yana mebellar yoqqanda yana bu tomoniga ham mablag'imizni yig'ib yana chaqirib keldik. Yana o'lchov olibdilar hozir. Endi bunisini ham tez kunlarda yasab beraman dedilar. Va'da beryaptilar. Muomalalari yaxshi. Rahmat. Maza qilib ishlatyapsizmi? Mebelni bo'lib ketganlar, qilib bir telefonimdan nomerim biladilar, qoladi. Darrov nima telefonimni ko'taradilar, qilib hech qanday bunday nimalik yo'q. Rahmat. Chegirmalari bilan qilib berdilar, qilib hurmatimizni qilib. Yaxshi kunlarga ishlatinglar. Yaxshi kunlarga ishlataylik. Siz ham yaxshi kunlarga mana shu pullarni olgan pullaringizni yaxshi kunlaringizga ishlating. Umringiz uzoq bo'lsin o'g'lim. Bolalaringiz huzurini ko'ring. Har doim mana shunday el xizmatdan charchamang. Katta rahmat. Bularni ham yaxshilab yasab chiroyli qilib ketirib. Xudo xolasa, inshaalloh. Sog' bo'linglar. Rahmat katta. Joyingizda o'tirib tursangiz bo'laveradi. Mana shu mishat bermaysiz menga. Qaranglar do'stlar, birinchi bu yerga kirgan vaqtimda hamma yo'q. Aristonidan tortib, gaz plita vytishka o'rnlaridan, mana bu mo'yka joylarimizni xullas orqa tarafdagi montaj hamma yo'q dabdala bo'lib yotgan edi. To'g'rimi? Kelgan vaqtimda hamma narsasini joy-joyiga metkasini belgilab berdim. To men mebelni olib kelgunimcha shu joylarni to'g'rilab qo'yiladi deganim. To'g'rilab qo'yishganda рабочий mestalarigacha, rozetkalarni montajigacha chizdirtirgizib, udosvasini zo'r qilib, gazdan chapdan o'ngdan рабочий mestalarini qo'yib, stiralkalarini ham joylarini to'g'rilatkizib, u tarafda turganda bu tarafga olganmiz. Mo'ykalarini ham chapdan o'ngdan рабочий mestalarini qilib berib, chiroq qilib ketganmiz bu joyimizdan. Endi eng asosiysi mana bu eshikdan kirish переходimizda. Shu переходda bitta mebelchi chaqirgan ekan, mebelni mana shu o'zi aytgan bu narsani. Mana shu joyini bunday qilmaganda birinchi kelgan mebelchi bizga proyekt yoqmaganda sizni chaqirdi degan. Mana shu burchak stolimiz xuddi shu holatga mana shu eshikning chekkasigacha olib kelgan ekan. Endi bu yerda 40 santimetrda atrofida prihod mana shunday holatga kirishadigan joyi bo'lgan ekan. Men kelgan vaqtimda proyektini ko'rsatmagandim. Bu yerda o'zimning proyektimni chiqarganman. Mana shunday burchakdan boshlaganmiz. Mana ko'rib turgan bo'lsanglar, atkozli burchagi bilan bu joyimiz teng turibdi. Ham polka qilib berganmiz. Mana bu joydan bemalol o'tish qaytish joyini chiroyli qilib qo'yganmiz. Burchakka mana finalini tushirib, mana shunday narsasini qilib berganmiz. O'zi aslida mana shu narsalar usta xalqiga qiyin masala. Misol uchun qiyin deb emas, baribir qanchadir mehnat ketadi, rasxod ketadi. Lekin qanaqa rasxod ketsa ham, mehnat ketsa ham shunaqa dizaynlarni chiroyli qilib chiqib ketamiz. Bizga 500 ming, 600 ming so'm, 1 million so'mgacha pul razisi o'ynasa ham qarab o'tirmayman men o'zim. Chunki hozir mana shu stalishinsanmi, xuddi shunaqa shkaf tushirib, polkalar tushirib, mana shu joyda o'ziga bitta listni o'zini rasxodini ketkizmasdan, stalishinsani o'zini nimaga yana bitta eshik qo'shib turib, bunaqachasiga uklon qilib qo'ysam, mana shu рабочий stol o'zini bo'lardi. Mana shuni o'zi bilan mebel tamom tugardi. Mana eshikni ham xuddi shunday eniga 30 santimetrlik krugovoy qilib qo'ysam, mana shuncha materialimdan ekonom bo'lardi. Nima uchun unday qilmadim? Chunki mana bu eshikdan kirorish joyida birinchi xunuk ko'rinadigan narsa, mana shunday kirgan paytda mana shu рабочий stolni mana shu qorin taraf fonni ochiq bo'lardi.
polni idish tovoq hamma narsasi u eshikdan kirish joyiga, balkon ana asosiy kirish eshik joyiga ko'rinib turadi. Hozir bu yoqdan bitta oling-da, u tashqaridan bitta ko'rsating-da videoda. Qayerga bo'lgan taqdirimizda ham mana shu narsalargacha hisobini olib turib mebel yasaymiz. Ko'rib turgan bo'lsanglar, eshikdan kirgan odam, mehmonxonaga kirayotgan odam mana shu рабочий stolimizdagi bo'layotgan mana bu jarayonlarda ustidagi narsalarni ko'rinmaydi. O'shuning uchun mana bu bakaminkani qo'yib qilganmiz. Bu bitta plyus tarafi, ikkinchi plyus tarafi. Tepaga ilinayotgan mebelimiz, mana shu mebel polni kafel ustiga mindirgan mebelimiz bu shkafimizga. U shkafimizga ham sivaska qilingan. U degani mebel regulovkasi qochmaydi, eshiklarini regulovkasi uzoq ishlab beradi. Ham vesti zo'r ishlab turadi. Qancha og'ir yuk qo'ysalar ham mustahkam holatiga turadi. Bu asosiy narsalardir. Keyin hali bizatning kirgan vaqtida Ariston duh kontrollarida nima qilamiz deb doim ko'pchilik savollar. Ariston duh kontrollarida mana bunday holatiga chiroyli qilib o'rab ketamiz orqa taraflarini. Mana shunday holatiga chiroq o'rab, bo'sh qolgan joylariga polkalarda qilib, shunday shkafga o'rab beramiz. Orqa tarafida turbalari qolib ketgan, buni orqasida rigellari bor edi. Rigellari qolib ketgan. Mana joylarda orqalarida. Hamma narsasini sekretni qilib, faqat mebelni o'zini ko'rinadigan qilib berganmiz bu joyimiz. Rossiyskiy stolishnica, moyka smesитель, bunga ham sushurkamiz bor edi. Misol uchun mana ko'rib turgan bo'lsanglar, chiroqni taxlab qo'yibdi. Bu joyimizda mana musor paqirimiz, mana o'sha paytlarda ham qo'yayotgandik, mana musor paqirlarimizgacha kalyonli oynalarimiz, mana hamma narsasini joy-joyiga qo'yib berganmiz. PVX panel qilib o'rtasini ham. Xullas, mebelni chiroq qilib topshirib berganmiz. Nasib bo'lsa, vitishka bizdan bo'lgan-da, adashmasam? Ha, vitishkani o'zimiz olib kelib berganmiz. Plafonlarigacha hamma narsasigacha o'rnatib berganmiz. Xuddi shunday mana pichoq naborlar, mana bu joyda podarkalarimiz hali ham turibdi ekan shu narsalarimiz. Zo'rmi? Yaxshi ishlatibsizlar, chotki ishlatibsizlar mebelni. Nasib bo'lsa bundan ham buyog'iga ko'proq ishladinglar, ko'proq xizmatlar qilsa. Ha. Xudo xolasa sizlarga ham mana shunday xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomerlar bor. Bemalol aloqaga chiqarasizlar, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Sizlar bilan yana qayta zo'r mebellar ko'rishguncha salomat bo'linglar.